27-mart sanasi bilan dollar kursi rasmiy ko'tarildi. Amerika valyutasining so'mga nisbatan kursi 6 so'm 49 tiyinga oshib, 12.947,7 so'mga tashkil etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormang. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi ko'tarildi. Bu haqda Markaziy bank matbuot xizmati xabar berdi. Regulyator Amerika valyutasining rasmiy kursi 12.947,7 so'mni etib belgiladi. Kun davomida kurs 6 so'm 49 tiyinga oshdi. 13 fevral kuni dollarning rasmiy kursi yangi rekord darajani qayd etdi. Xususan, AQSh valyutasining rasmiy kursi bir kunda 14 so'm 88 tiyinga ko'tarilib, 13.395 so'mni tashkil etdi. Avvalroq Spot fevral oyida O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi qanday o'zgargani haqida xabar bergandi. Kanalimizdan uzoqlashmang.